Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Hamza yo'nalishidagi Hamza Kalsovoyda Sarbonga yaqin joyda joylashgan Novostroykamizdan 2 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Yo'lni yuzida joylashgan 2-etajda. Domimiz alohida agrajleniya bilan o'ralgan bo'ladi. Alohida o'zini darvozalari ham bor. Detskiy plashatkalarigacha mavjud. Parkovkadan umuman muammo yo'q. O'zini bunaqa tonerlarini, mangallarini ham yaratib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang, chunki narxi bomba. O'ta ham arzon, hali bunaqasi uchramagan. Xo'p, kvartiramiz 40 kvadratdan iborat bo'ladi, 2 xonali. Kirishimizga shunaqangi koridor qismimiz keladi. O'ng qo'limizda sirazi bitta xona. Buni xohlasangiz mehmonxona sifatida, xohlasangiz spalniy xona sifatida foydalanishingiz mumkin. Ikkinchi xonamiz yonida bo'ladi. Buni ham xohlab detskiymi, mehmonxonami qilib foydalanaverasizlar. Bu xonamizda o'sha sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Keyin svetimizning puli tugagan ekan, hozir svetimiz yo'q, qorong'uroq bo'lib turibdi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu xonamiz kuxna. Kotolnilarimiz alohida uyi o'ziga sistema qilib o'rnatilgan. Podyezdda alohida bu turmaydi. O'zingiz uyingizda ligirovka qilaverasiz. Xo'p, uyimiz kimgadir ma'qul bo'lsa, uyimizning narxi $3800 subsidiya asosida olingan bo'lib, 3.900.000 so'mdan oylik to'lovi chiqadi. Любой joydan keling, inshaalloh ishingizni doda qilib bitirib beramiz. Hammaga rahmat.